Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan obunachilarimizga. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun Chimyon, Mindon, Xong'is yo'nalishi bo'yicha o'rtada joylashgan Kon bozoridan sizlar bilan ya'ni reportaj olib boryapmiz. Ya'ni bu safarga Dehqon bozoridan to'g'ridan-to'g'ri videorolik tayyorlaymiz. Keyingi safariga kiyim-kechak bozoridan ham sizlar uchun tayyorgarlik ko'rib boramiz. Qani hozircha Dehqon bozoriga kiramiz. Bugungi bozordagi odamlarda gavjumligiga qaraganda hamma o'zi bilan o'zi bor. Kimdir nimadir oladi, kimdir nimadir sotyapti. Olmay aka, sonlilaringiz yaxshimi? Savdolar yaxshi bo'lyaptimi? Aka, hozir bu sotayotganingiz nima bu? Toshqog'imiz aka. Ertalab och qoringa bolalar 10-15 tadan yeb tursa, xudo xolisa gitcha, qur, meda, tishli chillashi, oq dog'larga qarshi. Toshqog'i mag'izi archib qo'yilgan tayyor. Savdolar yaxshi bo'lyaptimi axir? Savdolar yaxshi, odamlar yaxshi aka. Tortishib talashib olishyapti, Xudoga shukr aka. Zo'r odam. Rahmat, salomat bo'ling. Hattoki biz bozorlarda shunaqa holatlar bo'ladiki, oyoq kiyimni tikib, ya'ni chiroyli qilib berayotgan hunarmand akalarimiz ham uchrab turadi. Assalomu alaykum aka, Xolmay, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Aka, o'ylanib tikishingizga qaraganda bu odamlarda oyoq kiyimini shu qishga taraddud ko'rayotganini o'sha bilinib turibdi, juda ham ko'p ishlaringiz. Bir kunda sir bo'lmasa qancha savdo qilasiz? Yoshligimizda bilasizmi, aka-ukalarda hamki oyoq kiyimini qaramasdan kiyib ketilavergan, bilasiz-a? Hozir shunday holatlar bo'larmi yoshlarda? Yo'q. Hozir bo'lmaydi. Shunday e'tiborda bo'lyapti. Sovqat qolmayapsizmi bu yerda? Ha, ishlaringizga rivoj aka, salomat bo'ling. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha, bo'laveradi. Charchab qolmayapsizmi? Aka, sizga oldingizga kelishimizdan maqsad siz sotayotganingizda juda ham chiroyli gaplar bilan sotasiz savdoda. Bir o'sha holat bir takrorlab bersangiz, xalqimiz ham bir ko'rsa, nima deysiz? Hozir bo'lmaydi. Bermaysizmi ishda? Oshlarga, bosmalarga, karachga, baliq shashliklarga. Mana ziravorlar. Qo'shnilarga, tog'alarga, Kattalarga, kichkinalarga, qarindosh urug'larga. Ziravordan tashqari dorivorlarimiz ham bor. Kam bo'lmay aka. Mana bel o'ralisi. Ha, bu asosiy buni maqsadi nima? Ovqatga solishdan maqsad. Go'shtlarni yumshatadi. Ha. Dorivorligi ham bor. Shuni iloji bormi? Shunaqa bir mahsulot bo'lsa-yu, ayollarni ham tilini yumshatishdi. O'zi ashuni ichib olsa yumshab boradi. Yumshab boradi. Rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Bizni Kon bozorida hattoki bu tomonda kartoshka, piyoz, savzi xonadoni uchun, ya'ni ro'zg'or uchun kerakli mahsulotlarni ham sotishda aholimiz charchamayapti. Assalomu alaykum akalar, xormaylar, yaxshimisiz? Savol bor-da, mana hozir kartoshka, piyoz, savzi sotayotgan bozorda turibsiz-da aka. Misol uchun kartoshkani keyin qalinroq achayotgan holatda ko'rib qolsangiz nima deysiz? O'shanda achor deyman. Yaxshi pishadi, o'shanda qip-qizil bo'lib pishadi, mazza qilib yeydi. Demak, keyin ham hurmat qilasiz galda. Biz nima qilish yo'q, olib borgan narsani joyida ishlatilsa, hech anaqasi yo'q. Yegani olib borasiz, ichgani olib borasiz. To'g'ri. Kartoshkani archishda qalinroq achorsini aka indamaysiz. Nimasi yo'q. Rahmat. Assalomu alaykum.